Çaynakdiki Ç. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ç. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ç'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: cho'mich. Ç'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: çiçek. Ç'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: qilich. Ç'ning ayrim shakli. Misol: choch. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Cho'mich. Chi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çiçek. Çi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qilich. Chi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Choch. Chi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Choy, chop, chish, uch, cha, na, chana, chi, na, china, cha, pan, chapan, ar, cha, archa. Chik, 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 chik. Uyg'on bolajon, tayyorladi choy sana onajon. Chik, chik, chik. Maktabga yo'l ol, tirishib o'rgan, ustoz so'zi bol.